Ko'z ochdi tong sahar, oynada zaif shu'la, yonida yotardi yigit mast uyqudan turmagan. Qo'shni xonadagi TV eshitilarda ashula, og'rirdi boshi qattiq buzilgandi turmagan. Kiyimlarini qidirardi, yig'lardi, baqirardi, jahlda o'zini tutolmay yigitni uyg'otardi. Tushmikin yo, bo'lishi mumkin emas, afsus hayot barbod, o'ziga kel olmasdi. Shirkandi o'zidan qiz toptaldi, nomusi ori qarshilab ayol bo'ldi endi 16 bahori. Onajon 83 bor qo'ng'iroq qilgan tun bo'yi, bu ahmoq qiz kecha tunda ovozsiz rejimga qo'yib yopishi bir-biriga ustun keldi xirstami. Qiz onani ishontirgan dugonasi bilan dars ona terdi qizning dugonasini onasin raqamin. Javob keldi u tarafdan, qizingiz biznikida emas. Endi yig'la, endi hayot barbod, endi senga yo'q biron bir najot. Uyocharmanda hayoni oyoq ostiga bosding, chora topilmadi, bitta o'zingni o'zing osding. Endi yig'la, endi hayot barbod, endi senga yo'q biron bir najot. Uyocharmanda hayoni oyoq ostiga bosding, chora topilmadi, bitta o'zingni o'zing osding. Yurishga qiynalardi, yoqimsiz og'riq hissi tomoqni kuydirardi. Alam afsus tuyg'usi, bo'shagan shampan vinosi, oq dasturxon bardak hiqillardi. Tez-tez urardi yurak, yigitcha hali sarmas tushunmay boqardi lol. Qizni tanalarini tinglab o'tirardi bemalol va tushundi hamma narsa bo'lgan ostin-ustun. Chora izlardi xayolda, nima qilish mumkin? O'chirildi televizor, uzildi kabel zarbda. Qiz balkonga simdan sirtmoq yasab olib keldi ildi, o'ziga la'nat aytib baqirib afsus g'azabda. Chora topilmadi, boshqa ahmoqona qaror qildi. Hamma orzular yuvildi kesib alam dashtini, endi his qilmas muqaddas chimildiqni gashtini. Yigitcha vannada payt balkonga ildi sirtmoqni, o'zini nosib qo'ydi qizcha sirtmoq sindirdi tomoqni. Endi yig'la, endi hayot barbod, endi senga yo'q biron bir najot. Uyocharmanda hayoni oyoq ostiga bosding, chora topilmadi, bitta o'zingni o'zing osding. Endi yig'la, endi hayot barbod, endi senga yo'q biron bir najot. Uyocharmanda hayoni oyoq ostiga bosding, chora topilmadi, bitta o'zingni o'zing osding.